İkinci sualımızı kelsak, yukarı degandek bugünkü programımızın asaslık temaları şu ayarlarla alakadar buldu. Mesela bir ayal kişi özünün yoldaşının kavri yok halde toğmaslıkka sebep kısı bulamdı. Mesela biraz uçuklasak andı. Bir ayal yeni bir adam bilen toy kıldı. O yoldaşı bilen uzun öğüt şencisi yok. Ya bu adam bilen toy kıldım ama bu üyümüz, tutuşumuz, nikahımız devam kılamdı, kılamaydı, işence kılamay kaldım. Şunu bir mezgil bir toğmay tutsam deydiğen niyette yerine uğtamay sebep kıldı. İkinci birisi mesela ayal kişi qo'saq degandan keyin ham ta'minlar bo'lgandan keyin bu ayol ma'lum sabablardan qiyinchilik tatishdan qo'rqib masalan ma'lum kasallik va yoki zaten meni 4-5 balam bor hozir bu balani baq bo'lmagan chog'imda yana bu yerim meni to'qinlayotdi. Shunga bu tug'maymi desam unumaydi. Tug'ay desam taxamon qabul qildi. Shunga buni uqtamay jidal chiqarib qo'yacakka o'zim chaqlab chorasini ko'rib buni qilmasam dar gap yoki boshqa bir ish qilsam qanday bo'ldi degan savolning yana bir shaxchisi. Yana bir gamda shu bizning ishxonaga kelib so'rgan ba'zi savollar ama shu birinchi shiqqiga o'xshash ya'ni savollarki shu yo'ldoshini yaxshi ko'rmaydigan ayollar mecburi öğütüşüqa yani qalgan bir kısım ayollar memdi. Ben bu adamdan balam olap olacak balam olmasın ya mening degan maqsad qilib ashunda yo'ldoshga demay daryo oldigan ba'zi sabablarni qilib olgan ahvollar mavjud ekan. Yani umuman qilib aytgan chog'ida bir ayol yo'ldoshidan xavri yo'q tug'masga sabab qisqada bo'ldi. Tafsiloti söndürüp ötkendek şu 3 nokta var. Bunun goma kısaca tushuntirib berasizlar. İslamda kökmeni. Birinci olab to'y qilishdagi maqsad g'oyaning shariatda nima ekanligini bilishimiz lozim. To'g'ri. Shariatda to'y qilishning eng birinchi g'oyasi ya'ni dunyoni gullantirish uchun, inson avlodining uzilib qolmasligi uchun avlod qoldirish. Avlod qoldirish to'y qilishning eng birinchi muhim g'oyasi. Şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz tezevvecu el-velud el-vedud fe inni mukathirun bikum el-umeme yevmel kıyame. Sizler yerini yaxşı gördüğün hem şundaqlı köp tuğuduğun ayallarını elanlar. Ben ümmetimninki köpligi bilen kıyamet günü çok pəxirlerimen başka ümmetlerini aldıra degen. Şunun için her qandaq bir Müslüman toy qilgan vaqtda şuqum bizning hayotdagi turmush qurishdagi eng büyük g'oyamiz avlod qoldirish deganni niyat qilish lozim. Bo'libmi biz Uyg'ur xalqidak bugungi kunda qirilayotgan vatanimiz dushmanning ostida qolgan bizning xalqimizni qirib tugutiman deb mushundaq nishon bilan mengayotgan bir dushmanga qarshi turimiz degan irodamizni mustahkam bo'lsak, shuqum hozir bugungi kunda har qanday Uyg'ur ayollari Uyghur ata-analar şoqum özünün ballarının köp buluşuğa tırışçılık kılış lazım. Bu birinci nokta. İkinci andın erininki ruhsuz bir ayol kişi to'g'it cheklash uslubini qo'llansın bo'lamdi bo'lmamdi desa erining ruhsuz to'g'it cheklash mayli dori ish olsun mayli boshqa bir ish qilish olsun qilish bu shariatda haram. Şuqum eğer şeriatta haram nima uchun desa bala ko'rishning o'zi bu erning haqqi. Bu ergimo haram yani ermo o'zining ayoliga uqtumay dori güzep ya uni qilib bunu qilib ma xotinim tug'masin desa bu mu haram? Yani her iki taraf nima ishqa desa Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem sahabelerge izni qilgan azli qilishqa. Azli qilishqa izni qilish qachon desa bu her ayol olsa onun ruxsati bilan degan. Yani her ayol olsa bu
bu her ayalının ruhsatı bilen izni kılış, ezli kılışkı şu Peygamberimiz yol koygan. Bunda digenlikinin manası nima deyse, eğer o ayal ruhsat kılmasa, ayal kişi ezli kılışkı bolmaydı degan gapimdi. Xo'sh. Xuddi shuningdek balı ko'rish hem erning hem ayolning haqqi. Turmush qilgandan keyin. To'g'ri. Unda bo'lgandan keyin agar ikkili taraf mayli bolalarninki nimasi uchun masalan sog'lom cho'ng bo'lishi, arliqda azroq arliq qoldirayli. 3 yilda bijin tug'sin ya masalan balamanda cho'ng bo'lgan yoqqa manda ko'payli deb ratlash uchun ikkilisi ittifoqlashib Shuni ma'lum kechiktirsa bo'ladi. Azliq qilishning durust deganligidan keyin so'moqchi edim, hozir sizlar deb qoldilar. Endi bizningki xalqimizningki ko'pincha qarindoshlarning kalasida aydın bo'lmagan masala, masalan arabchadagi tahdidin naslan tanzimin nasli. Ya'ni tahdidin nasli faqat tug'maslikqa sabab qilish masalan, anninki baliyatqisini elib o'tish yoki boshqa tug'masin deb bunda chek butunlay nima qilishamdi, hozir Xitoy qilayotganga o'xshash. Endi hozir siz degandek, masalan chet elda xususan bolalar bak kichik orqa-marqa bir yosh farq etmaydi tug'ilib qolsa qiyinchilik tatib qolganmiz, bir qiyin bo'ldi ekan. Şunca olması bir 2 yılda, 3 yılda bir sel yine çoğaytıp ondakin to'saq o'tdi deb shunday qildigan ahvollarma 101 demdi. Buningki ikkisiniki masalan farqi nima islomning hukmi. Shu masalan ba'zilar ikkinchi xildagi nima masalan biroz siz degandek ratlab masalan mana 2 yilda, 3 yilda bir to'sin, mana bir yaxshiroq cho'ng'itib olib ondakin nima qilsin qiyinchilik tatib qoldi ekanmiz degan nima unimi harom, unda qanday bo'ldi deydigan ko'z qarashdiki aynan tushunib olganlarmi bor ekan endi. Bu masalani bir musoraza. Buningki birinchisi faqat tug'mas qilib o'tish bu harom. Butun olimning ittifoqi bilan. To'g'ri. Faqatlam bo'g'ab masalan, mush normal sharoit ostida bizning vatandagidek Xitoy majbur bo'g'isa u ayrim masala. Onu şu aşını qiyğanlı cinayetçi. Qılınğanlarçı Allah ulanın acizlik sebebinden özrüsünü qabul qiladi. Allah ulanı cezalamaydı. Lekin normal şarait asırı chet elde bugünkidek kunda şu desa, umumyüzlik tug'musin maxutun bo'ldi deb umumyüzlik chekli o'tishning o'zi bu haram. Bu chunki to'y qilishning asosli g'oyasiga zid. Allah subhanahu va taoloning biz har qanday narsani jup yaratdik degan qonuni, undan keyin ularninki ballarını yarattık degan muşulun hemmesi zid. Şu umumiyizlik çekilmeslik lazım. İkinci bu arlık kaldırıp tug'ish meselesi alimlerimiz umumiyizlik degidek to'g'ri degan nimaga asosan desa Peygamberimizning azli qilishqa ruxsat qilganligi, azli qilganlikning o'zicha desa bola bo'lib qolmasin deb qildi sahobalar. Hozir bola bo'lib qolmasin deb qildi. Shuni Peygamberimiz ruxsat qilgan. Her ayal olsa, aş ayaldan ruhsat so'rab andan qilishqi buyurgan tashabbus qilgan. Unda bo'lgandiki mushadisning o'zidan bu yerda aş azli qilishning o'zida durust bo'lganligi shu bola bo'lib qolmasin deb qilgan. Demak, ma'lum vaqt inson o'zining bolasining bo'lmasligini tashabbus qilsa, izdisa masalan, mayli bu ayna balalarning uşaqlıq səbəbindən bolsun. Mayli ayalınınki kesel olub qalğanlıq səbəbindən bolsun. Mayli özü bir yerdə ikən, yəni bir yerə ketməkçi ikən, səfər qılmaqçı ikən, məsələn, baldır olub qalsa, yanından bal toxub qalsa, pasport alanmaydı ikən, ya o oldu ikən, bu oldu ikən, nurgun səbəblər bəm də həyatda insan duş kildiğən. Muşina səbəblər tüpəyildin, məlum vaqt 2 yıl, 3 yıl yaki muşina keçikdiysə, keçiktiriş üçün məlum çarı qollansıçı boludu degen. Er-ayal ikisi ittifaq qilib. Er-ayal ikisi ittifaq kelgan asosda. Bununla eng yengildan başlash lazım degan. Yani eng osini, eng yengili, ayolga eng qaysi eng zini az. Mesela eng zini azna ko'pincha holatda dardaglik olimlar mesela bugungi kunda darish undan keyin bunda taraqqiy qilish lazım degan endi. Boshlamalik avlatlarni ochirgan ahvolni amal qilib shu boshqa qilmaslik. Mesela shuni tashabbus qilgan. Demek bu balını çekleş yani retleş için ma'lum kechiktirish meselesi kaçan durust ise er ayal ikisi ittifaqlashib
turib, ayol ikkisi birisi-birisini nima ish qilayotganligini bo'lib turgan asosda bo'lsa, kechiktirib turish durust. Ya'ni cheklash uslubini, vositasini qo'llanishning o'zi shu durust. Asıl degan sualninki arlig'ida masalan, ya yangidan to'y qildi, kelishamasligim mumkin dedi. Masalan, yoki ballariim jiq dedi. Bularcha desa, inson to'y qilgan vaqtda chuqur odam bilan men bir kelishiman deb shu niyat bilan to'y qilish lozim. Ashuna to'y qilsa, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma degan Qur'oni Karimda arayal o'tirsiga chuqur bir muhabbatni saradi. Unda ko'z yetmagan yerga aldirab to'y qilmaslik kerak. To'yni qilgandan keyin o eriga uqtirmay, unda cheklab turishning o'zi bu to'g'ri emas. Agar cheklashga to'g'ri kelsa, eri bilan shu gapni aniq deshab, masalan, biz ham ishkilayimiz yangidan nim qildik. Turmushimiz qanday urdi, mijozimiz kelishamdi, kelishmamdi, uni uqmaymiz. Shunga bir yildan keyin bola ko'rsak deb deshib qilsa, o'zining ishi. Lekin ishkilisi shu, birisi-birisiga uqtirmay turib, bir cheklash vositasini qo'llanish bu shariatda harom. Endi ikkinchi ahvolga o'tkalsak, bir ayolning bolasi jiq yoki kasal, masalan, kasal homildor bo'lsa, chuqur bu ayolning mumkin hayoti xatar yetishi yoki bo'lmasa, ig'ir kasal bo'lib ketishi. Bu shunday holat qanday qiladi desa, bu xil holatda chuqur bu ayol o'zining hayotini qo'g'dashga mukallaf. Eng birinchi bo'lib, texi dunyoga kelmagan vücutda yo'q bo'lgan balini qo'g'dashga emas, balki o'zining hayotini qo'g'dashga shu mukallaf. Unda bo'lgandan keyin ishonchlik doktor, ishonchlik doktorlar siz homildor bo'lsangiz, sizga ig'ir ziyonliq. Homildor bo'lishingiz bugungi kunda sizga nurg'un xatarni elib keladi deb homildor bo'lishdan ogohlantirgan bo'lsa, chuqum ya hayotingiz xavfga uchraydi yoki siz ig'ir kasal bo'lasiz yoki homildor bo'lib qolsangiz, balani aytib bir xil meyib tug'ishingiz mumkin, holingiz xatarlik degan bo'lsa, ishonchlik doktorlar bu chaqda cho desa, bu ayol mumkin bo'lsa, eriq deb tushuntirib, doktorlar munda da'vatidi. Sening holing xarob bo'ladi, manda kasal bo'lib ketasan, ya uylab ketishing mumkin, ya balang manda tug'ilishi mumkin deb doktorlar manda da'vatidi. Şuna men bir kesimden saqaygıçılak bir mezgil kechiktirib to'saq deb eriga deyishi afzal. Yani eriga desa, erimi bunda holatda cho desa, sen nim bo'lsang bo'l, o'lsang o'l, bana bal lazım, xotin lazım emas. Aynan deydigan odamlar bor unda hayotda. Bola bo'lsa bo'ldi, menga xotin lazım emas, sen tug'ib berib o'lsang o'lasa deb masalan, manda tarsalik qiladigan ishni akishim uchun qilmaslik lozim. Çoxum o ayolninki canını qo'g'dash, o ayolni xatardan qo'g'dash har bir erning mas'uliyati. Bo'lmagan, hatta cheklash uslubini qo'llanmagan asosdami mumkin bo'lmasligi bala degan. Shundaqmi? To'g'ri. Bo'lishim mumkin, bo'lmasligi mumkin. Bo'lishim mumkin, bo'lmasligi mumkin bo'lgan bir ishni deb, hayot bo'lgan bir jonni o'zining ayolini xatarga ittirish, xatarga tavakkul qilish bu to'g'ri emas. Ermo bunda holatda chuqum ayolni qo'g'dash uchun, ayolninki ig'ir kasal bo'lishi ya o'lib ketishining oldini olish uchun sabab dunyosidan doktorlarning gapiga asosan ayolninki bu tarabiga qo'shilgan asosda cho desa, balini cheklash vositasini qo'llansa bo'ladi. Bu yaxshi. Lekin yuqorida deganda tarsa odamga unmaydi ekan. Menga bal lazım, xotin lazım emas, sen nim bo'lsang bo'l. Tug'pa menga balni deydigan adamken. Bunda o'qas cho desa, bu erga uqtumay ayol kishi tug'ut cheklash uslubini qo'llansa bo'ladi. Nima uchun desa, bu ayol eng birinchi bo'lib o'zining hayotini qo'g'dash vojib ayolga nisbatan. Kelmagan, tug'ilmagan, qo'saqti yo'q bo'lgan balini qo'g'daytem deb o'zining hayotini xatarga yetkazsa bo'lmaydi. Mushkil holatda, yani ayol ig'ir kasal bo'lib ketirgan, ya o'lib ketish ehtimolligi bo'lgan, yoki balini meyib tug'san deb zodi ishonchlik doktorlar mushundaq guvohlik bergan musulmon doktor. Ishonchlik doktorlar mushundaq guvohlik bergan sharoit ostida shu chaqdlamcho eri unumaganda, yani eriga deyish lozim. Eri zodi uni unumaydi ekan.
Zat to'g'pirsiz bal lazım, xotin lazım emas deydigan noch ekan. Aşında bu qasço bu xil holatda ayol kishi balini cheklash uslubini, vositasini ishlatsa durust. Yuqorqi javoblardan chiqib qoldi endi. Yana bir savol. Masalan, ikki dona o'quvchi bor, hozirgi Turkiyaning sharoitida. Qizim o'qiydi, o'g'lim o'qiydi hamda. Bularniki bir to'y qilib o'qiylar degisi keldi, to'y qildi, lekin o'qishimiz bitib bo'lchakka 3 yil bir balamiz bo'lmay tursa deb ikkisi ittifoq qilib buningga sabab qilsa bo'ldi-ku. Burada ikkisi ittifoq kelgan asosda ma'lum mezgil kechiktirib turish amalini qilsa bo'ladi.